Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar. Bu darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 380, 22,5 millionga bo'lgan darvozamiz Samarqand viloyatida quriladi. Xo'p, profillarimiz 6 4 1,5, 1.8lis, o'rtasiga toshlis qilganmiz. Chiroyli ideal holatda, orqasi 8 o'rta shumka qilingan variantdagisi bor. Bu kvadrat bir-birini 450 ming so'm O'zbekistonda dastavkalarimiz bor. Orqada ko'rishdan mumkin qadrli obunachilar. Tekis mana hozir xohlasizlar. Ishlari mana ishlarga sifat. Kraskasini devo kraska sapilgan. Chiroyli kraska sapilgan. Gruntovkalari bo'lgan. Ideal bitgan holatdagisi bu. Ko'rishdan mumkin mana bir qator. Darvozamiz kvadratda 9 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. U ham 1.8, 6 1,5. To'liq 100% kafolatlangan, bitgan holatda. Buni kraskalariga 3 yil garantiya beramiz. Hammasi devo kraska. Metal fabrikasi deb chiqsalaring, arzonroq qilib beramiz. Metal fabrikada Dubai pasollarimiz bor. Dubai pasol juda ham chiroyli pasollar. Endi kraska tayyor bo'ladi. Yana 2 qavatli, o'rtasida shumka qilingan, stiklar solingan. Aytda chiroyli darvozlarimiz bor. Xudo xohlasa, undan bitgandan sekin yana darvoza qo'yib Gullar, nima deyapti gullari? Samarqand pason darvozasi tepa gullari bor. Ish jarayoni.